Bu o'simlikni butun dunyo farmatsevtikasi, jumladan Xitoy, Italiya, Amerika, Rossiyada keng qo'llashadi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zimizning chaqir tikan, temir tikan, tosh tikan deb ham atashadi. Ruschasiga yakortsi, lotinchasiga, ya'ni farmatsevtik nomi Tribulus terrestris. Chaqir tikanak ateroskleroz, stenokardiya, gipertoniya, revmatizm davosidir. Oshqozon ichak muammolari, o't dimlanishida koni foyda. U tarkibida likozit degan modda saqlaydi. Bu esa inson organizmida progesteron va kortizol gormonlarini sintezlashga yordam beradi. Chaqir tikandan tribuspanin degan tabletka tayyorlanadi. U gipertoniya, ateroskleroz va yurak ishemik kasalliklarida buyuriladi. Bundan tashqari boshqa ayollar va erkaklar kasalliklarini tuzatuvchi dorilar tayyorlanadi. Bu giyoh, diareya, anemiya, dermatit, psoriaz va podagra kasalliklarida, bavosil ya'ni gemoroy, buyrak kasalliklari, o'tkir respirator kasalliklarida davodir. Qondan yomon xolesterinni haydaydi, gijjaga va shishlarga qarshi kurashish xususiyati bor. Mastitni tuzatib, ona sutini ko'paytiradi. Bu o'simlik haqida yanada qiziq ma'lumotlar, qanday foydalanilishi va qarshi ko'rsatmalari haqida bilishni istasangiz, albatta ikkinchi qismni kuzating. Videoga like bosib, obuna bo'ling. Reelsni saqlab olib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Kundalik storieslarda ham zo'r qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tiladi. Albatta kuzatib boring.